ikki xonali kvartirani g'ishtli domni 3-qavatdan 100 metr kvadratligini topib qo'ydim. Eng asosiysi ikki tomonlama skvoznoy purekli gaz, svet, suvdan umuman yo'q, hamma qulayliklariga ketma-ket pureklarni ko'rsatib o'tishni boshladim. Asosiy kiraverish eshiklari kirib kelishingiz bilan e'tibor beringlar. Anchagina keng prixoshka qismi palovchalarimiz to'shalgan, to'liq laminat qilingan. Kirgandan chap qo'lda uyimizning birinchi xonasi. Kattaligiga bitta e'tibor beringlar. Adashmasam 6 ga 9 mi 10 mi chiqadi. Radiatorlarga ulangan, televizorimizni ham qilish unutmaganlar. Televizorimiz o'rnatilgan, derazalarni o'rnashgan, plast derazalarda juda ham akkuratni chiqqan remonti. Hamma sharoitlariga ega, ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi xonasi bo'lyapti. Uylarimiz alohida ikkita birlarimiz ilib qo'yganlar, konsertlarimiz ilingan, televizorimizni ham qilib qo'yganlar, shkoflarimiz o'rnatib qo'yilgan. Hamma jihozlar qoladi. Ko'rayotgan bo'lyapti uyimizda umumiy sanuzel xonasi, lit unitazlarimizni, suv ichgich boylarimizni o'rnatib qo'yganlar, rakveramiz o'rnatilgan, juda ham akkuratni chiqqan remontchisi. Qimmatdan o'rnatganman dedilar. Ichki eshiklarimiz yaxshisan, magnitli eshiklardan o'rnatilgan. Bu bo'lyapti uyimizda uy bekalar orzu qiladigan oshxona qismi, sof-suramiz tashkil etib qo'yganlar, duh kamera, xolodilniklarimiz, siralkalarimiz, gazlarimiz, vichkalarimiz o'rnatilgan. Bu yerda o'zini ochiq balkonlariga ham ega, duh konturi kachel orqali isitiladi uyimiz. Joylashgan manzili Turon Plaza ro'parasidagi 3 qavatli kirpichli domimizda 3-qavatda joylashgan. Ochiq balkonlarga ham ega. Juda ham zo'r narxda sotuvga qo'yilibdi. Ulgurib qo'yinglar. Bunaqa kvartira kamdan kam sotuvga chiqadi. Umumiy maydoni 100 metr kvadratni tashkil etadi. Ikki tomonlama skvoznoy purekli 3-qavatda joylashgan. Kimni qiziqtiradigan bo'lsa, agar pastda nomer qoldirib o'tamiz, murojaat qilib kelib ko'rib baraka qilib ketishingiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Zo'r narxga 2 xonali kvartira sotuvga qo'yapmiz. Oldida ochiq balkonlar bor. Kelsangiz ko'rasizlar. Ayni damda kvartiraning birinchi xonasida turibmiz. Yotoqxona. Ichida narsasi ko'pligi uchun shunaqa ko'rinyapti. Narsalar 50 yillik, qaysilarida qoladi, qaysilarida oladilar. Bu ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Konditsioner, televizor, pardalar qilingan. Asosiy qoladigan narsasi anig'i parda, qandil, kухня garniturlari qoladi. Bitta televizor, bitta konditsionerdan qo'yib ketamiz dedilar. Yana kelib ko'rib aytib eshitasizlar. Maydoni 45-46 kvadrat atrofida 7-mikrorayonda liftli, gazli domda joylashgan. Kiraverish eshigi kirganda birinchi xona, ikkinchi xona, sanuzel xonani ko'rdik. Bu yerda oshxonasi, xolodilniklari bor. Xo'p, bu yerda duh-konturni kachel, gazga shotchiklar, ikki kухня garniturlari mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelib ko'ringlar. Mana shu 2 xonali tayyor kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. 2 xonali tayyor kvartira barcha jihozlari bilan sotuvga qo'yilyapti. Kattagina koridorimizning boshida prixoshkalar ham qilib qo'yilgan. Xo'p, ko'rib chiqadigan bo'lsak, maydoni 60 kvadrat, ixchamgina, lekin hamma sharoit qilingan. Shkaflari bor, spalnisi bor, tepasida fotochka, chiroyli qandillar, devorlarimiz to'liq kafil qilingan. Deyarli odam yashamagan kvartiramizda dush, unitaz, kir mashina, даже soch quritgichlargacha qilib qo'ygan ekanlar. Televizor, bu yerda bitta hol, как 3 xonalikday foydalansangiz bo'ladi. Bu holimiz как bitta xona o'rnida. Bu yerda yana bitta alohida kattagina xona, oldida ochiq balkon, konditsioner, televizorlar bor. Gazlik, g'ishtlik, liftlik dom 3-qavat, 60 kvadrat, ichida barcha posudalargacha qilib qo'yilgan. Xo'p, xolodilnik, moyka, gaz plita, ovqatlanadigan stol, stul, vitishka. Xo'p, issiqlik tizimi uchun duh konturda kotel, suv isitgich, oldida oshxonamizda ham ochiq balkon, yangi hokimiyatga yaqin joydan magistral oshna qatorida qurilgan g'ishtli domlarda joylashgan. To'liq pishgan g'ishtda qurilgan 2 xonali kvartirani ko'rsangiz, unda g'ishtlari ham bor kerak bo'lsa, devorlardan ham ko'rsalaringiz bo'ladi. Asosiysi kiraverish eshiklari zo'ridan qilingan liftli dom. Qarang, eshikni domofonli eshik. Kim kelganini kameradan bemalol ko'rib tursalaringiz bo'ladi. Kirganda kattagina koridor, to'g'rida birinchi xonasi kvartiramizni plast derazalar qilingan. Bu yerda kvartiramizning ikkinchi xonasi, oldida katta G-obrazli ochiq balkoni bor. Kelsangiz chiqib ko'rasizlar. Pastda детский площадка, katta parkovkalar ham mavjud. Bu yerda katta sanuzel xonamiz, quvurlar, kanalizatsiyalar, suvlari o'tgan va oshxona. Bir tomonda kухня garnitur qilsangiz, bir tomonda ovqatlanadigan zona uchun shinam katta oshxonasi bor. Kvartiramizning manzili Pepperoni pizzani bilasizlar, Saxarni bolnitsa oldida qurilgan yangi 7 qavatlik g'ishtlik liftlik dom. Kvartiramiz 2 xonali, 80 kvadratdan oshadi, 4-qavatda joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. 2-qavatdan 2 xonali, 2 tomonlama ideal proyektdagi kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Asosiy kiraverish eshiklari, kiraverish anchagina keng. Prixoshka qismimiz, prixoshka mebellarimizni qilib qo'yganlar. Birinchi xonamiz, oshxonamiz, razdельный bo'lgan sanuzelimiz va ikkinchi xonamiz. Birinchi xonamizdan ko'rsatib o'tishni boshlayman. Ichki eshiklarimiz yaxshisidan
Uyimizning umumiy maydoni 65 metr kvadrat, hamma jihozlari qoladi. Spalni mebellarimizni ham qilib qo'yganlar, televizorlarimiz ilingan. Uyimiz Gulbahorda shundagina orqa tomonda joylashgan, 5 qavatli yangi qurilgan g'ishtli domni 2-qavatda. Kuxni garniturlarimizni ham qilib qo'yganlar, moykalarimiz qilingan. Gazlarimizni ham o'rnatib qo'ygan ekan. Duh kontrindikatsiyalarga ham ulangan, derazalarimiz yaxshidan plast derazalarda. Uyimiz to'liq pol qilingan, prixoshka qismida gilamlarimizni ham to'shab qo'ygan ekanlar. Bu yuvinish xonasi to'liq kafil qilingan. Uyimizning umumiy maydoni 65 metr kvadrat. Bu esa hojatxonasi, lit unitazlarni ham o'rnatib qo'ygan ekanlar. Bu esa ikkinchi xonasi. Mehmon kutib olish uchun mexki zonalarimizni ham tashkil etib qo'yganlar. Issiqlik tizimlariga ulangan, qandillarimizni ham yaxshidan ilib qo'ygan ekanlar. Televizorlarimizni ham o'rnatib qo'ygan ekanlar. Uyimiz 5 qavatli yangi qurilgan g'ishtli domni 2-qavatda joylashgan. Shu 2 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Umumiy maydoni 65 metr kvadrat. Kimga ko'proq ma'lumot qiziq bo'lsa, agar pastdagi nomerga murojaat qilinglar. Birinchi qavatdan 2 xonali dupleks holdagi kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Assalomu alaykum barchangizga. Kvartiramiz proyektini ko'rsatishni boshladim. Asosiy kiraverish eshigi, kiraverishda alohida anchagina prixoshka qismimiz. Kirgandan o'ng qo'limizda uyimizni podvalga tushish zinalarini taxlab qo'yganlar. Kvartiramiz umumiy maydoni 80 metr kvadrat. Yer to'la qismi ham 80 metr kvadrat. Bu uyimiz bo'lyapti. Oshxona qismi gaz cho'chkalarimizni o'rnatib qo'yganlar. Derazalarimiz plast derazalarda. Bu esa uyimiz sanuzel xonasi. Kvartiramiz Osaka patologini ortiqcha ustun o'tmagan ko'rishlaringiz mumkin. Bu esa uyimiz bo'lyapti. Birinchi xonasi. Joylashgan manzil 6-mikron Chinarmol Targoviy sentrni ko'p kishi biladi. O'shani orqasidagi 5 qavatli kirpichli domni 1-qavatda joylashgan. Bu esa bo'lyapti uyimizning ikkinchi xonasi. E'tibor beringlar. Bironta ortiqcha ustun o'tmagan. Kvartiramiz Osaka patologini kvartiramizni pastga tushish xodlarini ham qilib qo'yganlar. Pastga tushib videoni davom ettiraman. Podval qismimizga tushib oldik. Kvartiramiz podyezddan kirish xodlari va uyni ichidan ham podvalga tushish zinalarini taxlab qo'yganlar. Bu yerdan ham yana bitta xona qisarasi bo'ladi. Umumiy maydoni 80 metr kvadrat tepa qismi, ya'ni podval qismi 80 metr kvadrat, joylashgan manzili 6-mikron Chinarmol Targoviy sentrni ko'p kishi biladi. Shundagina orqasidagi 5 qavatli yangi qurilgan g'ishtli liftli novostroyka domimizni 1-qavatdan shu 2 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Ulgurib qo'yinglar. Zo'r narxda. Kimga ko'proq ma'lumot qiziq bo'lsa, agar pastdagi nomerlarga murojaat qilib, kelib ko'rib, baraka qilib ketishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 2 xonali kvartirani 80 kvadratli avtomatik ta'mirlanganini zo'r lokatsiyadan topib qo'ydim. Shunagina Buxoro City'ning oldida qurilgan 8 qavatli yangi monolitli liftli domni Xo'p, 4-qavatda joylashgan, ichidagi barcha jihozlari qoladi, hech kim yashamagan, yangi pachka holatda avtomatik dizaynda ta'mirlangan aytganda, elita pardalar hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Bu kvartiramizning mehmonxonasi edi. Bu yerda kartolga mamlaqa mexanik chiroyli soatlar ilganlar, kiraverish eshigi kirganda prixoshkalar, oynalar hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Juda ham chiroyli chiqqan kvartiramiz. Bu yoqda esa kvartiramizning yotoqxonasi, yotoqxonaga chiroyli suratlar ilib qo'yganlar. Dekorativ ishlovlarni o'zi ham yorib qo'yibdilar akalar. Bitta like qo'ymasalaringiz bo'lmaydi. Hammaga shunaqa nasib qilsin. Davom etamiz. Razdelli holatdagi sanuzel xonalari City'ning oldidagi Imron Building'ning domlarida joylashgan kvartiramiz. Bu yoqda esa oshxonasi zakaznoy garniturlar patologgacha xolodilnik kirmashinalar qilingan ovqatlanadigan zonasi ham bor. Kelib ko'rib ustida aytib eshitib baraka qilsalaringiz bo'ladi. Bu kvartirani olgan odamning yuragi bilan muammo bo'lmaydi. Agar hozircha muammosi bo'lmasa, agar kiraverish eshigi, kirganda mehmonxona, sanuzulxona, oshxona, yotoqxona, proyekt 2 tomonlama, dom vetrini 2 tomonlama idealni proyekt. Yangi O'zbekiston bog'ini oldidan. Xo'p, bu mehmonxonasi qandillar ilingan, pardalar qilingan, aboylar, markaziy issiqlik tizimi, derazalarda shotka qilingan plast derazalar. Xo'p, yotoqxonamizda konditsioner bor, spalni garniturlari sig'adi. Bu yerda shkof uchun ham alohida joy qoldirib o'tilgan va oshxonamizga to'xtaladigan bo'lsak, oldida ochiq balkon, markaziy issiqlik tizimi, gaz plita, gazning shochkalari, vitishkalari bilan birga sanuzel xonamiz bo'lsa, mana shunaqa holatda suvdan muammo bo'lmasligi uchun nasos, devorlari plastik, unitaz, rakvina, vanna qilingan, issiq suv, sovuq suvdan muammosi yo'q. Xo'p, nima uchun bu kvartirani odam yuragi bilan muammo bo'lmaydi desam agar, 5 qavatli g'ishtlik domni 5-qavatda joylashgan, kuniga 3 marta o'zi chiqib tushsangiz agar, qon aylanishi zo'r bo'ladi, yuragida trom degan narsa bo'lmaydi, mazza qilib yashaysiz. Minusi ham shunda, shu uchun narxi arzon. Xo'p, narxiga agar pullaringiz yetmay qolsa, Chetez bank ham chiqarib beraveramiz.